Salom do'stlar. Mana yana yangi bot topib qo'ydim sizlarga. Bunda nima qilasizlar? Bu yerda qushlar sotib olamiz do'stlar. Mana o'zini narxlari bor bu yerda. Eng yaxshisi qizili. Narxi 625 ming deyapti. Kumush. Ko'ki 125 ming kumush. Bu yerda mana pastda kumushni summasi bor bizda. Bu qanday kumushlarni qanday yig'amiz desanglar. Birinchi kirganlarni sizlarga mingta oltin tanga beradi. O'sha mingta oltin tangadan birinchi turgan qushni sotib olasizlar do'stlar. Yana bu yerda axir vazifalar bor. Taklif qilasiz, do'st taklif qilsanglar bo'ladi. Shunga yarasha kumushlar beradi. Masalan, bitta taklif qilganlaringga 500 ta berar ekan kumush. 3 ta taklif qilsanglar 1,5 ming kumush. 10 ta taklif qilsanglar 4 ming ta, 50 ta taklif qilsanglar 12 ming ta. Yana nimalar? Menyu. Bu yerda yechib olsanglar ham bo'ladi do'stlar. Mana men qancha yechib olganman bu botda. Mana qaranglar. Hammasi kelib tushgan. Do'stlar. Bu stulda bemalol ishlasanglar bo'ladi. Yana bu yerga depozit ham qilsanglar bo'ladi do'stlar. Mana kupit bo'lishlari bilan bosasizlar. Payda bo'lsa $3, minimal $3 depozit qilsanglar. Bu yerda aytyapti $10 depozit bitta bilet beradi. Biletni qaydan olamiz desanglar. Mana igratni bosasizlar, bu yerda ruletka bor. Mana bitta bosasizlar, bu yerda jackpot chiqib qolishi mumkin. Har xil barabon bor. Yana bu yerda priz. $3. Minimal $3 ekan. $10 depozit qilsanglar sizlarga bir oltin tanga beradi. Shu do'stlar. Keyin bu yerda konkurs ham mavjud. 12 ming dollargacha yutib olsanglar bo'ladi konkursda. Mana qaranglar, birinchi o'rinda turgan $4 ming.
sotib olishi mumkin. Ikkinchi o'rtaga $2000. Bu uchun va shu yerdagi nimalarni kuchaytirib borishlarga qancha kuchliroq nimalarni sotib olsa, qushlar sotib olsanglar shunchalik va shu konkursda yutish imkoniyatlaring oshadi. Shunaqa do'stlar. Imkoniyatlaring oshirib borishga harakat qilinglar. Bu turda bemalol kiritinglar bo'ladi. Mayli, sog' bo'ling.